Hammaga salom, sizlar bilan Shahur to'lib. Bugungi videomizda Xudo xohlasa hammanglar so'ragan o'sha iPhone XR telefonini gaming testini sizlarga chiroyli qilib chiqarib beramiz. O'zi 2025-yilda bu telefonimizda o'yin o'ynash uchun bironta kuchi qoldimi, sal imkoniyatlari bormi, kibersportga boshlang'ich qadamlarni tashlasa bo'ladimi, 60 FPS hozirgi kunda qanaqa ishlab beryapti? Mana shu savollarning hammasiga bugungi videoda Xudo xohlasa chiroyli qilib javoblab beramiz. Bo'lmasa ko'rsatib beraman qanaqa cho'kchimu. Va revyularimizni chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga alohida rahmat aytib ketamiz. Sizlarga mendaqa revyular kerak bo'ladigan bo'lsa, Timur kanalini shunday ekraningizda va opsiyada qoldirib qo'ying. Birinchi navbatda sizlarga tushuntirib o'tib ketishim kerak bo'lgan narsalardan bu orqasidagi mana bu narsaga. Bu orqasidagi narsa imенно magnit uchun moslashtirilgan, to'g'ri buni yopishtirib qo'yasizlar va kullerlarni bunda to'g'ri MagSafe yo'q, беспроводной zaryadkasi bor, lekin MagSafe yo'q. Bironta magnitni kullerni yopishtirsanglar o'zida ushlab tura olmaydi. Shuning uchun ham imенно mana shu narsani yopishtirilgan bu narsa telefonga sovutayotganda juda ham yaxshi sovuqlikni o'tkazib beradi. Shuning uchun ham bu narsa yopishtirilgan magnitni kullerni ushlab turish uchun. Protsessorlar qizib ketmasdan zalut upravleniyalarni joyida ushlab turgani yordam beradi. Xo'p, keldi birinchi bo'lib telefonimizning xarakteristikasini qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Displeyimiz IPS LCD 6.1 dyum. Katta emas, kichkina ham emas. Anchagina ixcham telefon. Protsessori Ioniq 2 Bionic chipi bilan joylashtirilgan va 60 FPS ni to'laqonli xohlagan o'yinlarda ochib beradi. Batarya sig'imi 2942 mAh. Kuni bo'yiga yetmaydi, yarim kunga ishlatsanglar bemalol yetib beradi. Agar o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsanglar, 100% zaryadkanglar bilan 2 soat bemalol o'ynay olasizlar. Ana endi gaming testimiz bo'yicha o'zimning fikrlarimni qisqacha bildirib o'tib ketsam. Displeyi unaqa kichkina emas. 5 ta barmoqda o'ynaydigan igroklar ham bemalol moslashib ketib o'ynay oladi. Agar men TDM o'ynamoqchiman desanglar, TDMda o'zini kuchini uncha-munchaga yo'qotmagan. Zaryad upravleniyasi yaxshi chувствительность qilsanglar, haligacha ham zo'r headshotlar bera oladi. TDMda telefonimiz qotishi yoki bo'lmasam FPS nostabilligi uncha-munchaga kuzatilmadi. Fili savol beradi. TDM turnirlariga bu telefonimizda qatnashib yaxshi rezultatlar qilsak bo'ladimi deb. Sizlarning maqsadingizga bog'liq. Agarda sizlar O'zbekiston TDMlari o'rtasidagi eng kuchli top 5 talikka kirmoqchi bo'lsanglar, juda ham qiyin. Narsani imkonsiz deyotganim yo'q. Albatta imkoni bor, lekin sizlardan juda ham katta opit va juda ham kuchli skill talab qilinadi. Ki O'zbekistondagi haqiqiy topoviy 5 talik igroklarga hammasi 120 FPS o'ynaydi va juda ham yaxshigina kuchli opitlari bor. Aytgancha, agarda sizlar o'zingizlarning Androidinglarni yo iPhoneinglarni FPS-ni oshirmoqchi bo'lsanglar, telefoninglarni umuman qotmaydigan qilib, zaryadlarni cho'tki qilmoqchi bo'lsanglar, meni Telegram kanalimga o'tib olsanglar, mana shu barcha sanagan narsalarimni arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Albatta bu telefonimizda aynan odamlar juda ham ko'p tushadigan, ya'ni bootcampda test qilib ko'rdim. To'g'risini aytsam, bootcamp yoki shunaqa igroklar juda ham ko'p tushadigan pozitsiyalarga, kemplarga tushadigan bo'lsanglar, baribir ham laglari bo'lar ekan. Ayniqsa close fightda otishayotganinglarda prям явно nechidir millisekundlarga shunday telefon qotib qoladi. Biz kuller bilan ishlatdikmi shoh deyotganinglarga da обязательно kuller bilan o'ynab ko'rdim va kullerda o'ynagan taqdiringlarda ham bunaqa katta odamlar ko'p tushadigan pozitsiyada telefon yaxshigina baribir ham lag berar ekan. Lekin sredniy bo'y va dalniy bo'ylarda telefonimiz o'zini ancha-muncha yaxshi tutib beradi, unaqa laglari bermaydi. Bu telefonimizda boshlang'ich kontentlarni olmoqchi bo'lsanglar, ya'ni PUBG Mobile yoki shunga o'xshash o'yinlarda o'yininglarni, qiziqarli kontentinglarni olib chiqmoqchi bo'lsanglar, lutchi agar bootcamper bo'lsanglar tavsiya qilmayman. Agar TDM yo'nalishi bo'yicha u bironta kontentlarni olib chiqmoqchi bo'lsanglar, eplashtirsa bo'ladi. Agar bu telefonimizda уже sotib stream qilmoqchi bo'lgan niyatinglar bo'lsa, iltimos bu niyatinglardan qaytinglar. Telefonimizda ham rasvosini chiqarasizlar, o'zingizlarni ham, telefoninglarni ham ancha-munchaga qiynab qo'yasizlar va kundalik hayotda ishlatayotganinglarda ham telefon qotadigan bo'lib qoladi. Xo'p, ana endi bu telefonimiz bo'yicha ham birinchi gaming testimiz bo'yicha ham sizlarga o'zimning xulosalarimni aytib o'taman. Nimaga birinchi deyman? Chunki bu videoyimiz, bu kontentimiz bu telefonimiz bo'yicha oxirgi emas. Hali ko'p kontentlar olamiz, hali ko'p testlar qilishimiz kerak. Xo'p, TDM o'ynab ko'rdik, o'zingizlar ko'rdinglar. TDMda o'zini 60 FPSlik ichida anchagina yaxshi tutib berdi, chunki qolgan 60 ko'plab 60 FPSlik telefonlarda o'ynab ko'rganman и также bu telefonimiz ham o'zini yaxshi tutib berdi 60 FPSliklar o'rtasida. Zaryad upravleniyasi ham joyida, o'zini holatiga keyin o'qlarni regiz qilish ham 60 FPSlarga haqiqatan ham tortdi. Bemalol nima desa bo'ladi, to'liq bizga FPS ni bera oldi.
umuman pasayishli, ozgina bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin TDMda lichno menga sezilmadi. Xo'p, bugungi videomizni, bugungi kontentimiz oxiriga yetib keldi. Xudo xohlasa, bu telefonimiz bo'yicha hali ko'plab kontentlar xudo xohlasa qilamiz. Bu uchun kanalimga shunchaki obuna bo'lib qo'ysanglar, kuzatishda davom etib tursanglar, sekin-sekin ko'raverasizlar. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi kontentlarimizda shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin.